kun shu yerda bo'ldik, safarlarimiz qaridi. Xudo xolisa mana shu yerga kelganlarda hamma amallarni Alloh qabul qilgan bo'lsin, ziyoratlari ijobat bo'lsin. Amin. Ilohim hammani topgani to'ylarga buyursin. Har yili kelishlikda Allohim nasibi ro'za aylasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar va rahmatka ya arhamar ilohi amin. Hammalaringga rahmat. Safarimiz yaxshi o'tdimi? Hammalaring xursand bo'ldilaringmi? Siz ham tan joyingiz sog' bo'lsin. Mana bitta omad qiling endi. ilohi amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Oqibatil muttaqin va salatu va salam alla rasulina va sayyidina Muhammadin va alla alihi va ashabiga ajmain. Rahmatga yo arhamar rohimin. Avvalo Masha xonim otilmaydi. Malohat xon bizga sababchi. Keyin mana Bashorat xon sababchi. Mana shular sababchi bizani mana shu joylarga chaqirgan ekan. Shu yerda shunchalik rizqimiz bor ekan. Alloh rizqimizni baland qilib, o'tganlarimizni g'ariqiy rahmat, shohsidagi jannat qilib, qiyomatgacha hammamizni qo'limizda umidvor bo'lgan 7 pishti kelishdi. Otamiz, odam ota, momo Havoni ruh poklariga. 124 ming o'tgan payg'ambarimiz, oxirgi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ruh poklariga, ahli baytlariga. Mana shu yerda bizga yedirib, ichirib qo'ygan mana bolalarimizni baxtli taxtiga. Ular bizga rizq berdi, ularga Alloh rizqini uzun martabasini qutlab qilsin, jonini sog' qilsin. Biz ham mana shu yerda yedik, ichdik, onadan yangi tug'ilganday yurtimizga, o'z yurtimizga borib, bola chaqalarimizni mana duolar qildik hammamiz. Amin. Do'stimiz, elimiz, yurtimiz, mahallamiz, qo'ni-qo'shni, joni jigar farzandlarimizni duo qildik. Duolarimizni Alloh ijobat qilsin. Ilohi amin. Alhamdulillahi alal amini, alhamdulillahi alal imani, alhamdulillahi alal sun'ati val jama'ati, alhamdulillahi alal sihhati val farmati, alhamdulillahi alal islami, alhamdulillahi alal qur'ani, alhamdulillahi alla kulli hali, sallallohu alla xayri va xalqihi, Muhammadin sallallohu vasallamga ummat qilib, Allohim o'z jamolini beparda ko'rsatishlikka ro'zi nasib aylasin. Kunimiz yetganda inna lillahi inna ilayhi baribir hammamiz qaytishimiz bor. Turpoqdan yaraldik, turpoqqa qaytamiz. Chiroyli kunlarda g'assallarning yuziga chiroyli qilib yelday kelsin, selday olib kelsin. Xor qilmasin, zor qilmasin. Hammani dardlari mana shu yerda to'kilib, soppa-sog' uylarimizda bor. Alloh akbar, Alloh rozi.